Salom hammaga, sizlar bilan Kavun PUBG. Bugungi videomizda yana bir bor pul turib o'ynab ko'ramiz. Video boshlamasdan videoga like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang, kommentariyada o'z ostida qoldirib keting. Hozir bizlar 0 dan ko'tarishga harakat qilamiz, ya'ni bitta promokod olganman. Mana bu keysga. Agarda sizlarga shunaqa promokod kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar, shunaqa promokod tashlab boraman. Ko'rishlar mumkin. Mana bu mening Telegram kanalim. Tez promokodlar tashlab turaman va konkurslar qilib turaman. Tezroq o'tib olinglar. Har kuni promokodni shu kanalga tashlayman. Kommuni buldirib desanglar chiqadi yoki opsiyaga qo'yib qo'yaman. Bemalol ko'rib ko'rishlar mumkin. Kommuni buldirib desanglar chiqadi. Unda opingizga o'tamiz. Xo'p, qani unda chek hafta ochib ko'ramiz. No. Ekan boshlanishga 1700 yaxshi. 0 dan 1700 hozircha. Opingiz davom ettiramiz. Qaysi keys topsam ekan? Katta keyslar ochmaymiz. Balansimiz ko'p emas. Yuqori hafta risk qilmaymiz deyman, lekin o'zim risk qilib qo'ydim. Mayli, davay. Hop. 100 ga ochdik. Birinchisi yomon, ikkinchisi yaxshi. 715 200 ga yetadi. Unda o'rtacha hafta ochib ko'ramiz. Mana undan bitta tushganda yetardi, mayli. Xo'p, davom ettiramiz. O'rtacha hafta endi ochib ko'ramiz. 200 ga yetirganda bu safar necha bo'lar ekan? Balansimizda 0 dan boshlagandik. Xo'p, birinchisi yomon, bitta yaxshi bor. Yaxshi, ikkita yaxshi. 1300. 400 plyus. Yaxshi 1700 yana balansimizda. Endi kichik hafta ochib ko'ramiz. Har xil keyslar bor. Hop. Yana. Hop, birinchisi yaxshi, qolganlari yaxshi emas, bitta yaxshi ber. Aytgan sizlarga balans to'lashni o'rgatyapman. Agarda balans to'lmoqchi bo'lsanglar, menga plyusni bosasizlar, to'ldirishda любой kartadan paymi yo'qmi farqi yo'q. Любой yerdan pul to'lasanglar bo'ladi. Agar chetroqda bo'lsa, vizadan ham pul tashlasanglar bo'ladi. Masalan, sizlar promokodni bekor qilgan holda aytaylik 150 ming tashlamoqchi bo'lsanglar, sizlarga 1000 buldirib qo'yim beradi, lekin mening promokodimni ishlatsanglar 20% qo'shib beradi ustiga, ya'ni 200 bilkon qo'shib beradi. Bu juda ham zo'r, 20% omad ham qo'shib beradi. Tezroq foydalaninglar. 20% bonusga qo'shib beradi. Xo'p, davom ettiramiz. Open keysimizda 1700 balansimiz, 1600. Endi boshqa keyslarni ochib ko'ramiz. Hop, 0 dan ko'taryapmiz. Agarda o'shanday promokod kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar bo'ldi. 2026 dan ochib ko'ramiz. O'rtacha hafta, yuqori hafta. Birinchi o'rtacha hafta ochamiz. Agar bundan bersa bo'ldi. Bizning missiyamiz bajariladi. Hop, o'tib ketdi. Xo'sh, orqaga qaytamiz. Yuqori hafta ochib ko'ramiz. Davay. Qanaqa katta keyslarni maslahat beraman, to'g'risi. Katta keyslar balanslar ko'p bo'lmasa, yaxshigina minus beraveradi. Agar plyus bo'lmasa, hop, yana marta ochib ko'ramiz. Agar bundan ham bermasa, chiqamiz. 300 yaxshi bu. Hop, yana marta ochib ko'ramiz, mayli. Bitta 1200 beraversa yaxshi bo'lardi. Ultimate to'xta, ana unda. 1200 edi, mayli. Hop, boshqa keysga o'tamiz. Kimdir. Hop, davom ettiramiz. Mana undan ochib ko'ramiz.
Hop, minus berdi ozgina. Mas. Yaxshigina minus berdi. Xo'sh. Yana shumi biladi. Yaxshigina minus berib yubordi. Boshqa kesib o'tamiz endi. Hop, qaysi kesib olsa ekan? Qaysi keslar bu? Mana uni ochib ko'ramiz. Kecha hafta o'tgan safar shu qutqargandi meni. Yaxshi plus bergandi oxirida. Yo'q, yaxshi emas. Ultimate bo'lib turib shu narsaga qo'yish 300 ham bo'ladimi? Mana bu mashina 3-4 mingga. Davay. 300 mi bu ham? Mayli, chiqamiz. Hop, bitta risk qilib ko'ramiz. Bir, ikki, uch. Hop, yana oldik, mayli. Hop, ozgina plus. Full yana bir balans qilib ko'ramiz, yana bitta risk. Lekin sizlar riskka berilmaylar. Xo'sh, tak mana bu o'rtadan bitta, ikkita, uchta, 4, hop, 5, 6, 7, 8 bo'ldi. 2200 plusda. Ko'ringlarmi? Bittada plusda chiqib ketdim. Lekin janoqa ko'p azarga bermaydi. Hop. Hop, yana shu kesni ochib ko'ramiz. Xo'sh. Nima chor ekan qani? 600 da. Qaramda minusga tiqdi. Hop, biladi, balansi ketmaydi nima? 417 bitta 15. Xo'sh, 1 2 hop, 4 va 5 6. Oh my god! Wow! Bo'ldi 3100. Yana baribir nimamni ko'tarib oldim 3000 ga. Ko'rasizlar. Men 0 dan hozir 3000 pul coin qilib ketdim. Albatta promokod yordamida. Yana bir marta risk qilib ko'ramiz. Davay. Agar shunday yaxshi bo'lsa, to'xtatamiz va yaxshi, menimcha yaxshi. 7000. Bo'ldi. Все bolalar, biz hozir 0 dan 7000 bo'lsa, hadi. Hop, 7000 bo'lsa 3800 plus 1200 5100 olib chiqib ketdik. Ko'rsam buldiropda. Albatta balanslarda kommuni promokod orqali to'ldirishni maslahat beraman. Ko'ryapsizlar, 0 dan 5100 olib chiqib ketdik. Hammaga xayr. Albatta kommuni promokodda ishlatish esdan chiqmasin balans to'ldirayotganda.